Salom barchaga. Sizlar bilan men Max va bugun biz 13-qishloqda shunchaki yashaymiz. Xo'sh, ko'rib turganingizdek, men Deniz Zubining original uyini qildim. Lekin bu yerda ikkita narsa yetishmayapti va buni uncha odam bilmasa kerak. Balkim Deniz Zubini bironta videosidan ko'rasizlar. Xullas, nima yetishmayotganini kommentariyada yozib qoldinglar va agar sizlar u yashirin xonaga nima bo'lganini bilmoqchi bo'lsalar, u mana bu yerda ostida. Hozir ko'rsataman. Avval taporni olamiz. Va atrofga qaraymiz. Kimdir keldi. Hozir ko'ramiz. Qani ketdi-chi? Xo'sh. Salom, kimsiz? Alo, o'zimizsiz sizni chaqirishyapti. Kim chaqiryapti? Ana ular. Siz musobaqada ishtirok etar ekansiz. Qanaqangi musobaqa? Menga musobaqada ishtirok etishingizni aytishdi xolos. Menga boshqa hech narsa aytishgan. Shunday deng. U yerdami? Ha, albatta, o'sha yerda. Xo'p, mayli, boraylik. Xo'sh, qanaqangi musobaqa bo'lishi mumkin? Salom Jitil, nega qarab turibsan? Mayli. Salom, qanaqangi musobaqada ishtirok etish kerak u? Ularda ishtirok etishingiz kerak. Men hali hech qanaqangi musobaqada ishtirok etishga aytmagandim-ku, xohlamayman ham. Mayli, musobaqa bo'lsa musobaqada. Xo'sh, bu yerga tura olaymi? Albatta, sanduqdagi narsalarni olib qo'yib qo'yishlar kerak. Xo'p, mayli. Xo'sh, ko'raylikchi nimalar bor ekan. Xo'sh, bu yerda uncha ko'p narsa yo'q. Shunaqangi ko'p narsa yo'q. Men qo'shimcha narsalar ola olamanmi? Qoidalarni tushuntirsin. Sizlar sanduqdagi narsalardan uy qurishingiz kerak va agarda biror narsa kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, bizdan so'rashingiz mumkin. Va vaqt chegaralangan 10 daqiqa. Xo'p, mayli. Qadrli obunachilar, men uyni qurib bo'lgunimcha 10 daqiqaga pauza qo'yib qo'yaman. Undan so'ngra kamerani yana Vaqt tugadi. ana vaqtida ulgurib qoldim, ey. Qani, chiqaylik-chi. Bu yerga sizni qo'yishdan chiqib qolibdi-ku. Mayli, hech qisi yo'q. Bu yer ferma, bu yer. Hozir chiqaman. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek. Uy qurib bitirdim bu yerda. Mana bu yer yotoqxona. Uncha ko'p narsa qurolmadim, chunki vaqt yetmay qoldi. Xullas, baho berasizmi? Qanday chiqibdi? Yaxshimi? Xohlasangiz kirib ko'ring. Yo'q, kerak emas. Olmana bo'ldi. Bu sen. Bu ajoyib-ku. Qani menga pul berasizlarmi biron? Yo'q, bu faqat boshlanish. Sizlar yana musobaqalarda ishtirok etishingiz kerak. Xo'p, mayli. Boshqalarni uyini ham ko'rsam bo'ladimi? Qani boshqalarni ham uyini ko'raylik-chi. Jitil, qanaqasiga bunaqa uy qurish mumkin? Axir bu juda ham g'alati, kichkinagina uy. Hattoki ichi ham bo'sh. Tomi ham yo'q ekan. Nega? Voy. Qani. Jitil, nega bunaqa qo'ygan? Xohlaganimda uy quraman, seni ishing bo'lmaydi. Xo'p, mayli. Shuncha blok bo'la turib shunaqa kichkina uy qursa-ya. Jitil, sen ham bir g'alati uy quribsan. Loydan ham uy quriladimi? Shuni bir yaxshi bloklarda ishlasak bo'lmaydi. Xohlagan blogimda ishlataman, meni ishing bo'lmasin. Sen ham shunday deysanmi? Jitil. Xullas, men musobaqada yutdim shekilli. Xullas, shunga pulni berasizlarmi? Ketishim kerak. Yo'q, sizlar hali yana bir nechta musobaqalardan o'tishingiz kerak. Xo'p, mayli, musobaqa qayerda bo'ladi? Bizni ortimizdan yursangiz ko'rsataman. Xullas, obunachilar, men kamerani musobaqa bo'layotgan joyga yetib borgunimizgacha o'chirib turaman. Bo'pti, mayli. Xullas, do'stlar, ko'rib turganingizdek, mana bizlar keyingi musobaqa bo'layotgan joyga ham yetib keldik. Xo'sh, jitillar, qaysi birlaring birinchi o'tasiz? Sen albatta. Ha, sen. Nima uchun aynan men? Sizlar, mayli bo'lmasa. Xo'sh, birinchi parkur unchalik qiyin emas. Sakraymiz, bunaqa. Bir blok ariqda bor, lekin
Mayli, sakrashga harakat qilib ko'ramiz. Qani. Go! Ana olg'a, qani. Zo'r, ajoyib. Yana bir marta sakraymiz. Mana yana bitta va ozgina qoldi. Parkur shunchalar oson bo'lsa-ya, boshqa youtuberlarni videosida parkurlar bir qiyinroq bo'ladi. Bilmasam, menimcha qishloqlar uchun bo'lsa kerak. Tezroq kelinglar, ey, tezroq. Biz keldik. Sizlar kelib o'ldiraymi? Bunchalar tez. Mayli. Bo'la qoling, daraxt chopishni boshlaylik. Bunday qilamiz. Bo'linglar, chopinglar. Sizlar daraxt chopa olmaysiz. Chunki bizlar qishloqlarmiz. Bu qishloqlar, ey. Mayli. Bo'lmasam, o'zimiz chopamiz. Minecraftga o'tganda bloklar sindirishni g'alati tuyular ekan. Xuddi menda kreativ borday. Nega kreativ yo'q lekin? Kreativ sotib olish kerak. Chunki kim biladi, 13 qishloqda har nima bo'lishi mumkin. Balkim zombi apokalipsis bo'lar. Yilda bir marta bo'ladi ba'zida 2 marta. Har doim har xil. Lekin yilga kamida bir marta zombi apokalipsis bo'ladi. Shunaqa Minecraftda o'zi. Zombilar kelishadi, qishloqlarga hujum qilishadi. O'yinchilar bor qishloqqa hech narsa qila olishmaydi, chunki o'yinchilar qishloqni himoya qilishadi. Lekin o'yinchilar yo'q, qishloq esa yo'q bo'lib ketadi. Xuddi u yerda hech kim hech qachon yashamagandek. Mana bir necha daqiqa ichida daraxtlarni ham chopishga ulgurdim. Lekin mana bu qishloqlar esa erinishadi shungayam. Hech bo'lmasa shu ko'chatlarni ekib qo'yinglar. Dunyoda yiliga 20 milliarddan ortiq daraxt kesinglar. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa anchada. Hozir agarda biz har bitta odam o'lsa, ya'ni o'lsa nima xullas nima bo'lar ekan? 20 ta daraxt yekmasak bo'lar ekan, ya'ni tejar ekanmiz. Unday bo'ladigan bo'lsa yiliga 20 milliard bo'lsa, 1 milliard odam nafas oladigan havoni ishlab chiqaradigan daraxtlarni yo'q qilamiz ekan. Demak, yiliga agarda shunday ketadigan bo'lsa, bir kun emas, bir kun kislorod ham tugab qolishi mumkin. Shuning uchun qog'ozni tejash kerak, chunki qog'ozlar asosan daraxtlardan olinadi. Sizlarga gapirib mana toshli kirka ham bu yerdagi bloklarni so'ram yo'q bo'lmas ekan, privatlangan ekan. Privat nimaligini bilmaydiganlar uchun privat qilingan joylarda sizdan boshqa hech kim u yerdagi bloklarni nima qila olmaydi, qaza olmaydi va sizning uyingizni privat qilsangiz serverda uyingizga hech kim kira olmaydi va narsalaringizni ishlata olmaydi. To'g'ri, kirish mumkin Interpure fili yordamida. Lekin baribir nimani hech qanday sanduqni ocha olishmaydi. Asosan serverlarda shalkerlarni o'rniga sanduqlarni ishlatish kerak, chunki shalkerlarni portion orqali buzib turib Interpure bilimini kirish mumkin. Mana temirni ham qazidik. Mana endi esa bu yer qanchalar chuqur ekan? 1 2 3 4 blok chuqurlikda ekan. Xullas shunchasi nima qilish kerak? Va mana birinchi almas. Lekin buni qazay olmaymiz, chunki temirli kirka kerak. Buni atrofini qazib qo'yamiz, topish oson bo'lishi uchun. Mana qani ko'raylikchi, 4 blok tepaga. Mana temir kirka ham yasashga ulgurdim. Uri. Bo'la qolinglar, mana daraxtlar bo'libdi, chopinglar. Bu qishloqlarga ish buyurmagan yaxshi. Hattoki qishloqda ham tuzuk yashay olishmaydi-yu. Bo'ldi, temir kirka bor. Endi almazimiz birinchi, ikkinchisi ham bor, uchinchisi ham. Mana nihoyat almazli kirka. Qani ketib qolgan. Obsidian nima qilish? Birinchi obsidian. Bo'ldi, va nihoyat, ikkinchisi. Bo'ldi, bo'linglar, tez yuringlar. Men ochib bo'lyapman. Mana bo'ldi va ura. Men yutdimmi? Endi menga sovg'a berasizmi? Hozir bloklar topib qo'yay, keraksa. Obsidianni qo'sh, mana olib qo'ydim va nima bo'lyapti? Nima qilyapsizlar? Qo'limni ushlab olding. Qo'yveringlar. Biz seni qurbonlik qilamiz. Meni qurbonlik qila olmaysizlar. Boshiga qo'yib kiydiraylik. Yo'q, boshimga qo'yib kiydirmanglar. Yo'q, iltimos.